Akam, bilaman, tadbirkorsiz, uzoq muddatli investitsiya uchun joy qidiryapsiz. Kelajakda passiv daromad berishdan tashqari joyni o'zi ham sizga qolib ketadi. Umumiy maydoni 63,50 kvadrat metr. Kvartira o'rta podyezdda joylashgan bo'lib, qishda issiqlikni yaxshi ushlab turadi, yozda esa qulay havo almashinuvi ta'minlanadi. Kvartira 2 xonali, planirovkasi juda qulay. Sanuzel bitta, balkoni ham mavjud. Remont holati korobka bo'lib, ichki bezaklarni byudjetingizga qarab oliftasdan qilib olasiz. Bilaman, u qo'lingizdan keladi. Bu tayyor remontli uylarga nisbatan xarajatni nazorat qilish va xohlagan dizaynni tanlash imkonini beradi. Kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Gaz, svet, suv va kanalizatsiya to'liq mavjud. Uy joylashgan majmua barcha qulayliklar bilan ta'minlangan. Podyezdlarga parol bilan ochiladigan eshiklar o'rnatilgan. Xavfsizlik masalasiga e'tibor qilingan. Avtomobil uchun esa parkovkalar ham bor. Atrof infratuzilmasi juda ham zo'r. Maktab, bog'cha, do'konlar, savdo markazlari, tez yordam, klinika va o'quv markazlari bir qadam masofada. Narxi esa 1 kvadrat metriga $470 deyishyapti. Yana ozgina kelishtirib beramiz deyishdi egalari. Manzil Qo'qon shahar, Abu Tayyib Huqandiy ko'chasi 19-A uy. Bilaman, uje tasavvur qilyapsiz-a, qanaqa dizayn qilishni-yu, qaysi xonani nima maqsadda ishlatishni. Unda uzoq kutmangda ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqib, uyni o'zingizniki qiling. Nechta ijtimoiy tarmog'ingiz bor? Hammasidan hamma tanishlarga bir tashlab ko'zlarini quvontirib qo'ying.